Arton gazoblogini ishlab chiqarish jarayonlaridan birinchisi bu kvarts qumini bunkerga solinadi. Bundan keyingi etap gips bunkeri. Bu ikkita xom ashyo birgalikda ko'rib turishingiz mumkin, dozatorga, ya'ni kerakli miqdorga yetkazilgan holda transportyorlar orqali melnitsa, ya'ni tegirmonga jo'natiladi. Tegirmonda qo'shimcha xom ashyolar qo'shiladi. Bulardan ohak, mel shisharli bu xom ashyo birgalikda tegirmonda aylanib, o'zini yetarli darajasiga, miqdoriga yetgandan keyin bu konsistensiyani hosil bo'lgan xom ashyoni laboratoriya xodimlari tekshirishadi. Agar bu mahsulot yetarli darajada me'yorga yetgan bo'lsa, bundan keyingi etap orqadagi yomkislarga o'tiladi. 4 ta yomkis joylashgan. Tegirmondan keyingi jarayon, bu tegirmonda tayyor bo'lgan xom ashyo quyidagi 4 ta shlam basseynga yuboriladi. Shlam basseynda ham xom ashyo kerakli darajada tayyorgarlik ko'rilgandan keyin bu xom ashyo tayyor bo'lgandan keyin maxsus qoliplarga, karetalarga quyishga yuboriladi. Quyilgandan keyin maxsus qoliplar quyidagicha joylarga, ya'ni galereyalarga joylashtiriladi va suyuq bo'lgan mahsulotimizni mana ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'tarilgan holatda, keyingi etap esa kesishga yuboriladi. Keyin hozir ko'rib o'tamiz.